Mujik сказал, mujik сделал. C10 ni obzorini qilib beraman degan edim. Tomosha qiling jigga. Narxini siz o'ylagandan ancha arzon qilib beraman. Siz taxmin qilib turing. Yonidan ko'ring, C16 dan sal pastroq, lekin o'sha ko'rinishni beradi. Agarda C16 olaman deb niyat qilgan bo'lsangiz, pulingiz ozgincha yetmayotgan bo'lsa, shu mashinani bosib oling, maza qilib yurasiz. Ichkariga kirishdan oldin tashqarisini aytib o'taman. 360 gradus kamera, lidar kichkina xicham qilib ishlangan 25 rest bo'ladi bu. Salonni ko'ramiz endi. Elektronli ruchkalar 5 ключевой достуp bilan. Polniy elektr paket sideniyalar koja bilan alikantari kombinatsiya qilingan va patoloklari oq. Katta panorama, multirul, monitor, tablo, Face ID. Obshivkasiga e'tibor beramiz. Linikiga o'xshatib, klassik qilib, to'rtburchak chotki qilib ishlab qo'yilgan ruchka. Orqa salonini ko'ring. Bahaybat keng mashina, oyoqli tiqilib qolmaydi. Nechta sonlar kirib ketadi bu yerga. E'tibor bering. Yaxshi? Yoqsa bitta like bosib qo'ying jigga. Bagajini qarang. Aytolmanu, elektr polning hammasi knopkada boshqariladi. Katta keng bagaj. O'zini zavodskoy subwooferlari ham bor. Mamita polning o'zini komplektatsiyasi va zaryadkasi qo'shib beriladi jigga. Narxi 27900, bosib oladigan joy. Mashina olsang portaftidan ol, bo'lmasa vapshoma. To'liq ma'lumot uchun alo, bizga javobini beramiz. Sog' bo'linglar.